Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib borayotgan xalqimiz, ahli O'zbekiston. Bugungi videomda chiqarishga bir qancha bemorlarimiz, bizni kuzatib borayotgan aholimiz tomonidan tushgan savollar menga turtki bo'ldi. Bu savolda bunday javob to'g'risida, javob ko'rinishida bu videoni nomini atadik. Bemorlarga qanday holatlarda tez tibbiy yordam orqali shifoxonaga yotqizishga talab paydo bo'ladi yoki qachon order yo'llanmalar orqali yoki bepul order yo'llanmalar orqali shifoxonaga yotqizish demakga talab paydo bo'ladi. Shunga mana buni hal qilamiz. Bu bemor tez tibbiy yordam orqali yotqizilishi, tez tibbiy yordami va uni yotqizilishi rejali ravishda oilaviy poliklinika orqali order bepul yo'llanmalar bilan yotqizish bir-birini o'rnidan bosa olmaydi. Bular bir-biriga hamohang faoliyat yuritishi kerak. Tez tibbiy yordam orqali bemorlarni yotqizishga sabablar shoshilinch oldi holatlari sababchi bo'ladi. Bular o'rtasida aniq, demak, order orqali rejali va shoshilinch ikkalasining o'rtasida aniq chegara bo'lishi kerak. Demak, birinchi tez tibbiy yordam orqali yotqizishga qachon shunday hojat paydo bo'ladi, talab paydo bo'ladi. Birinchidan, o'tkir yurak nafas yetishmovchiligi. Hozirgi kunda men u kuni tez tibbiy yordamda bo'limni boshlig'i bilan gaplashib qoldim. Hozir juda bolalarda o'sha balkim koronavirusning o'tkir nafas yo'llari viruslari oqibatida laringit belgilari paydo bo'lgan. Demak, laringit belgilari har qanday yoshda, o'rta yoshda, o'spirinda, kattada bo'lishidan qat'iy nazar, agar laringit belgilari paydo bo'lsa, o'tkir respirator infeksiyada, nafas yo'llari yuqori, pastki nafas yo'llari infeksiyasida, unda bemor albatta tez tibbiy yordam orqali yordam ko'rsatilib yotqizilishi kerak va statsionarda shifoxonada lecheniya davo olish kerak. Bundan tashqari bir kun 12 soatdan ziyod dunyo talabi standarti bo'yicha davom etayotgan astma yo obstruktiv bronxitlardagi nafas yetishmovchiligi statusi agar 12 soatdan ziyod davom etsa va qo'llaniladigan dorilar yordamida bu ko'p period qilinmasa, bu ham yotqizishga sabab bo'ladi. Tez tibbiy yordam orqali. Nega deganda kislorod olish kerak, maxsus tekshirishlardan maxsus davolar olish kerak. Bundan tashqari yurak, demak, yurak qon tomir sistemasidagi o'tkir o'zgarishlar, o'tkir oldi o'zgarishlar, bemorlarda o'sha tez bo'ladigan og'riqlar, nafas hansirashlar paydo bo'lib qolsa, o'tkir holatda yaqin kunlar ichida unda tez tibbiy yordam orqali kelib, tez tibbiy yordam 2 apparatsiz yurmaslik kerak. 2 apparatda qilib tushirib, bemorni ko'rsatmalarga binoan albatta statsionarga yotqizish to'g'ri keladi. Agar kun davomida bir necha marta yurak stenokardiyasi bo'layotgan bo'lsa, xafaqonlik ham xuddi shunday. Agar xafaqonlik qon bosimi tushgan bilan 140 ga maqsadli tushgan bilan bemorda miya sistemasidan, nerv sistemasidan miyada o'sha o'zgarishlar, parez, paraplegiya o'zgarishlari paydo bo'layotgan, yutinishda o'zgarishlar va oyoq qo'llarda o'zgarishlar paydo bo'layotgan bo'lsa, unda bemor albatta yotqizilishi kerak. Tushgan bo'lsa ham, bu ham o'tkir oldi holati hisoblanadi. Shoshilinch oldi holati hisoblanadi. Bundan tashqari pnevmoniyalar, har qanday pnevmoniya, ayniqsa komorbidniy ko'p kasalligi bor odamlarda aniqlandimi, auskultatsiya yordamida tez tibbiy yordam kelganda va klinik belgilar tomonidan aniqlandimi, unda yotqizilish kerak. Undan tashqari o'pka yurak yetishmovchiligi belgilarida, ayniqsa ham o'pkada zastoyni qon turib qolishi, yurak yetishmovchiligi oqibatida suv yig'ilishlari bo'ladi. Gidrotorks deyiladi. Gidrotorksda albatta shifokor, tez tibbiy yordam orqali kelgan shifokor yo oilaviy poliklinika shifokori perkussiya qilib ko'rganda ko'radi. Agar 5-qavurg'adan balandda bo'lsa, demak
suv hajmiga qarab aniqlanmaydi bu holat, og'irlik holati. Balki bemorlik konstitutsion holatda katta kichik bemor. Bu qovurg'a oraliga, qo'ltiqdagi orqa o'rtada. Demak, liniyasi bo'yicha, orqada Lopatchin liniya bo'yicha perkussiya qilib borganda aniqlanadi. Agar 5-qovurg'adan yuqori 4-qovurg'aga ko'tarilgan bo'lsa, demak, bu kritik hisoblanadi. Bu suv olib tashlanishi kerak va bemor yotqizilishi kerak. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Bundan tashqari bemorlarda har xil demak yuqumli kasalliklar oqibatida paydo bo'layotgan. Mana bu hozircha ko'payib qoldi. Skarlatina boshqa. Bular ham xuddi shunday bolalarda ko'proq bo'ladi, kattalarda ham bo'lishi mumkin. Demak, har bir o'zi aslida tez tibbiy yordam liniyasida har bir oshqozon ichak, nafas yo'llari, yurak tizimi bo'yicha shkala bor. Tatbiq qilingan Jahon sog'liqni saqlash tizimi orqali shkala bo'yicha bemorning ahvoli og'irligi aniqlanadi. Bularda indikatorlar bor. Misol uchun infarkt oldi holatining infarkt indikatori, qonda aniqlash, sidikda demak buyrak yetishmovchiligida sidikda albumin yog'li oqsillarda sidikda oqsillar darajasini aniqlash, protein va albuminlarni aniqlash indikatorlari bor, ekspress metodlar. Bular ham ishlatilish qo'llaniladi. Bundan tashqari homiladorlarda har qanday hayotiy shoshilinch oldi, ya'ni o'tkir oldi holatlari paydo bo'lganda, bular ham tez tibbiy yordamga yotqizilishi shart. Mana shunday holat tez tibbiy yordamni o'zini ko'rsatgan yordam boshqacha. Bu rejali ravishda orderni kutib turishi kasallik rivojlanishiga oldini ololmaydi. Bir-birini o'rnini bosolmaydi. Shuning uchun ham tez tibbiy yordamga doimiy shoshilinch holatlari paydo bo'lganda murojaat qilish kerak. Har qanday sinkopal sostoyanidir, hushdan ketishlar. Bular ham albatta demak sinkopal holatdan keyin tez tibbiy yordam orqali bemor shifoxonaga olib borilib 2-3 kun davomida unga tekshirishlar qilib tashxis qo'yilishi kerak. Ayniqsa birinchi marta va qayta bo'layotgan hushdan ketish holatlari. Bu juda ham ahamiyatga ega. Mana shunday shoshilinch holatlarini albatta tez tibbiy yordam orqali statsionarda 3 kun belgilangan, 3 kun 5 kun tahlil tekshirishdan o'tib asosiy hayotiy xavf kasalligi aniqlanishi kerak. Bu shart qilib qo'yilgan. Bu rejali oilaviy poliklinikaga olib boradigan ish bilan ikkalasining farqi shunda. Bir-birini o'rnini bosmaydi, balki bir-birini to'ldirish kerak. Endi biz albatta bu rejali orderlar qanday berilishi to'g'risida men video qilganman. Bu albatta eskicha yo'l bilan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlar bo'yicha 7 ta guruhga kirgan yordamga muhtoj kam ta'minlangan aholi, nafaqaxo'rlar, nogironlar va hokazo demak odamlarga bu beriladi. 6 oyda bir, 1 yilda bir. Bu albatta bizga hozirgi kunda taklif bo'lgan komissiya hal qilish kerak. Endi bundan keyin eski tizimda ishlayotgan bo'lsa, yangi tizimda bo'lsa, sug'urta jamg'armasi orqali oilaviy shifokor buni ham to'ldiradi hujjatlarini va sug'urta jamiyati orqali yo'llanadi. Demak, qanday holatlarda demak bu og'ir uyda davolanayotgan yurak kasali, qandli diabet, nafas yo'llari surunkali kasalligi bor bemorlar qachon demak order, ya'ni rejali bepul shifoxonalar yo'llanmalar bilan ta'minlanishi kerak. Qanday ko'rsatmalar bor bunga? Bu ko'rsatmalarda aslida davlat talab standartlari bo'yicha aniqlaydigan patronaj xizmati. Og'ir bemorlarda uyida bunday davolanayotgan, bunaqa yotib davolanayotgan uyida og'ir bemorlarga albatta patronaj xizmati haftaga hech bo'lmasa bir marta kelib qon bosimini, puls oksimetrda qon oksigenatsiyasini, umumiy ahvolini aniqlab turish kerak. Bundan tashqari hozir har bir patronaj hamshirasi 2 qilishni biladi. Har bir oilaviy shifokor 2 apparati bor. Buni 2 qilib, demak, har haftaga hech bo'lmaganda bir marta patronaj xizmati og'ir bemorlarda uyida demak xizmat ko'rsatishi, ko'rishi, xabar olishi kerak. Va bu ma'lumotlar bemorning elektron bazasiga tushishi kerak. Hozir DMET sistemasi bo'yicha. Mana shu bo'yicha oilaviy shifokor uni kontrol qilib borish kerak. Agar oilaviy shifokor buni kontrol qilib borsa, unda bemorning ahvoliga qarab, qachon unga rejali ravishda orderlar qayoqqa kerak. Demak, qandli diabet bo'yicha davolanishgami
yo yurak qon tomir sistemasi bo'yicha davolanishganmi yoki nafas yo'llari davolanishgan. Buni hal qilib borish kerak. Buning uchun patronaj xizmatining juda ham ahamiyati katta. Shuning uchun patronaj xizmati bo'yicha alohida video qilmoqchiman. Patronaj va palliativ xizmat. Bu nima degani? Ikkalasi to'g'risida ham davlat qarorlari, qonunlari bor. Palliativ xizmat to'g'risida ham patronaj. Bu qanday bir-birini to'ldirish kerak? Bu to'g'risida alohida video qilaman. Ko'rasizlar, ikkalasi bir-biriga agarda palliativ xizmat qonuni bo'yicha patronaj xizmati shu qonunni qo'llab, dasturni qo'llab faoliyat yuritsa, olam guliston. Agar shunday qilib bo'lmasa, demak muammolar ko'payaveradi. Demak, mana shunday gap. Agar patronaj xizmati yaxshi yo'lga qo'yilmagan bo'lsa, unda qaysi og'ir bemorga qachon borishi, nima qilinishi, qanaqa tahlil tekshirishlar qilinishini bilib bo'lmaydi. Demak, bundan tashqari patronaj xizmati dori-darmonlarni ham aniqlay olmaydi. Bemorga qanaqa dori-darmonlar yo'li bilan ketish kerak, qaysi dorilarni almashish vaqti keldi, dozasini kamaytirish vaqti keldi, ko'paytirish vaqti keldi, qaysi mutaxassis uyiga borib ko'rish vaqti keldi. Buni bilish uchun ham oilaviy poliklinikaning patronaj xizmati haqiqatan patronaj xizmatiga aylanishi kerak. O'sha yotib qolgan yo og'ir bemorlar, harakat cheklangan bemorlar xizmat ko'rsatish uchun. Endi men bitta misol keltirmoqchiman. Mana yaqin kunlarda, o'tgan kunlarda bizda men poliklinikada ham ishlayman, asosiy ishimdan tashqari ko'p yildan beri, 20 yildan oshiq oliygohda ishimdan tashqari poliklinikaga 2005-yilda, 2004-yilda biz yo'llanganmiz. O'rindosh sifatida. Kardiolog, revmatolog, men dotsentman, ko'rik qilaman, ko'p yildan beri, 21 yildan beri oliy poliklinikadan birida. Mana bir bemorni 2 hafta oldin, 10 kun 2 hafta oldin ko'rganman. Unda komorbidniy holat, qandli diabet og'ir kechuv asoratlari bilan buyrakka bergan. Yurak ishemi kasalligi, xafaqonlik kasalligi og'ir darajalari 4-xavf guruhi bilan insult o'tkazgan, ishemik insult miyada o'tkazgan yanvar oyida. Oxirgi 1 oydan beri demak yurak qon tomir yetishmasligining strategiya bo'yicha 3-darajasi, demak amerikanskiy bo'yicha demak 4-darajaga o'tgan, 3-4-daraja. Demak, bu katta qon aylanish bo'yicha va kichik qon aylanish doirasi bo'yicha yurak qon tomir sistemasi yetishmasligi, ya'ni suv yig'ilishlar, assit, oyoqlarda shish, yurakda shishlari oyoqdan tepaga qarab chiqib boradi. Qaytmas bo'lib tepaga qarab chiqib boraveradi. Qorinda, o'pkada suv yig'ilgan. Men buni 2 hafta, 10 kun oldin ko'rib, hammasini yozib, statsionar davo kerak. Tez tibbiy yordammi, rejalimi farqi yo'q deb yozib, dorida yozib berganman. Umerinni yengil demak suv haydashga biz aytamiz buni, demak suv haydash terapiyasi, shishlar haydash terapiyasini yozib berganmiz. Umerinni demak diurez, farsirin diurez, bu kateter qo'yib reanimatsiya o'tkazilish kerak. Bu bemor reanimatsion bemor. Agarda bemorni o'z vaqtida yotqizmasa, nima bo'lishi mumkin? Bunday bemorlar kechasi uxlayolmayotgan, shishib ketgan bemorlar, past yostiqqa yotolmaydi, ortostatik sostoyaniya, ya'ni pastroq, yarim o'tirgan holda o'tsa, ozgina nafasi yengillashadi, suv pastga ketadi o'pkadan. Shuning uchun shunday. Men borib ko'rganda o'sha 4-5 emas, 4-qovurg'a oraliq edi. Shuning uchun men aytdim, suvni olish kerak. Suvni faqat o'pkadagi suvni, qornida suvni og'ir kasallarda reanimatolog oladi. Shunaqa pakazani Said vaqtida, ittifoq vaqtidan beri. Больницада reanimatolog oladi. Uning uchun 3 kunga, 5 kunga hech bo'lmaganda больницаga shifoxonaga yotqizilish kerak, shifoxonada olinish kerak va kerakli tahlil tekshirishlardan keyin asosiy tashxislar aniqlanib, bemorga stabil davolar belgilanishi kerak va bemor keyin uyiga jo'natsa bo'ladi, lekin baribir har 3 oyda, 2 oyda yotib turish kerak. Hayotini saqlash uchun. Unga kislorod terapiya ham kerak, hammasi kerak. Ayniqsa forsirin diurez, farsirin diurez degani siylikni muqobil bir necha kun ichida haydab chiqarish degani. Buning uchun kateter qo'yiladi va vesiga, og'irligiga, boshqa kasallarga hisobga olgan holda qonda alkaloz holatlari ham hisobga olinadi. Hisobga olinib, bu demak kislotni holati ham, alkaloz holati ham hisobga olinib, bemorda ma'lum sodalar va diuretik dorilar kapelni qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin gidrostatik dorilar qo'yilgandan keyin bemorda siydik paydo bo'ladi va siydik yuborgan
dorilarga nisbatan 5 barobar kamida ko'p chiqarilishi kerak. Mana bundan keyin bemorda ahvol yengillashadi va boshqa dorilarning effekti, o'sha yurak qon tomiriga berilayotgan, xavf qonlikka berilayotgan, qandli diabetga, buyrakka dorilar berilayotgan dorilar effekti paydo bo'ladi. Agar suv, lishniy suv, ikkita o'pkadan yig'ilgan 5 litr, 8 litr suv haydab chiqarilmasa, qorinda yig'ilgan, to'qimalarda yig'ilgan, bu demak bo'lmaydi. Bundan tashqari sut ichishni protein aniqlanishi kerak. Buni ham uy sharoitida qilib bo'lmaydi. Buni bemor yoqtirish kerak. Eng asosiysi o'pkada yig'ilgan suv, balki yurakda ham yig'ilgan suv. Yurakda demak tamponada bo'ladi. Yurakda kattalarda 500 ml dan ziyod to'plana boshladi, tamponada xavf paydo bo'ladi. O'pkada suv yig'ilgandagi ikki tomonda 5-qavurg'adan baland, unda o'tkir nafas yetishmovchilik paydo bo'ladi. Yo bemor boshqa holatlar bo'yicha komatos holatga tushadi yoki qorinchilar demak triptani fibrillatsiyasiga o'tadi. Bemor aritmagin shokka tushishi mumkin. Mana shunday holatlar, kamdan kam holatda o'pka atyoki bo'ladi, o'pka shish bo'ladi. Mana bunday holat asorat kutib turibdi deb yozib kelsam, bemorni shu yo'llanma bermasligimi yo tez tibbiy yordam olib ketmasligi uchunmi bemor qimirlamasligi kerak deb aldab ketibdi. Mana shunaqa vijdonni yegan odamlar ham bor. Bemor qanday kasallanib uyda og'ir holatda yotishdan tashqari, bemorni shu onda hayotiga xavf solayotgan holat birinchi o'rinda qo'yilishi kerak. Ya'ni qorinda suv yig'ilgan, o'pkada suv yig'ilgan, bu albatta olinishi kerak. Ma'lum ko'rsatkichdan keyin. Qorinda ham xuddi shunaqa ko'rsatkichdan keyin olinishi kerak. Agar oyoqda ishlar bilan qorinda birga bo'lsa, unda qorinda demak yig'ilgan suv albatta agar ma'lum tanasiga qarab, uroveniga qaraladi, o'ta ham poзвоночниga qaraladi uroveni. Shuning uchun bel poзвоночниги va undan yuqori shunaqa aniqlangansa, o'zida ham ko'riladi suyuqlik. Unda bu demak olinish kerak. Mana shunaqa gaplar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Shuning uchun bemorlar rejali ravishda yo'llanma olishi va tez tibbiy yordam ikkalasi bir-birini to'ldirish kerak. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sizni demak savollarni kutib qolaman. Javob berishga doim tayyorman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Ming bor rahmat e'tiborlaringiz uchun.